Budjetniga Golden Rose tanladim. Qoshimiz uchidan ozginagina olib kelamiz ko'zimizni tugash qismiga. Ko'rdinglar-ya? Wow. Yani UM kosmetiksi qora tarafini rumyana qilib ishlataman. Matvi emas bu. Точка ko'rasizlarmi? Bitta. Men buni ikki yog'iga ham ishlataman. Ham budjet, ham premiumga ham ishlataman. Sizlar uchun. Mana opajonlarim, bunda men Elf, bunda esa Oran. Ko'rasizlar? To есть o'z bu qo'limga olishim kerak, chunki bu yoqda premiumda, ham bu yoqda mana budjetni. Odam o'zini sevish kerak deydi-ku. Bu ham bilan sevinglar o'zinglarni. Endi ko'zimizdan tagidagi qoraygan tochkalarimizni yopish uchun ikkita konsiler tanlaymiz. Bittasi bo'li budjetni, bittasi yana premium. Premium uchun hamma sevadigan tart. Bo'li budjetni bye. Elfdan boshlaymiz. Uchi boramiz mana. Endi suramiz. Mani yuzim kombinirованный bo'lgani uchun menda burnimni yon atrofi, betlarim yog'lanadi, ko'zimni tega. Mana endi bombichisini ko'rasizlar. Wow, уже hali yedirmasidan oxirigacha tushi va ko'rasizlar, esavarani yangi tush kelgan edi, keksel. Ikkalasini ishlatib ko'ramiz, hisob ko'ramiz. Qani, bu yoqqa benefit so'raman. Bu yog'i premium kastodagi ham bu yoqni ishlatdim. Bu yog'i bo'lib budjetni. Bu dona qildi, bu ob'yom berib ko'taribdi. Xo'p, endi pomadalarga kelsak, pomadaga budjetniga o'zimizdan UM ekani boyagina bu yog'ini bleskasini ishlataman. Premiumga diyor ishlatib ko'ramiz. Mana diyor.